koreyalik kuyov keldi. Ani Hashimika, chiqibdi. Kuyovni ismi nima? Qo'yamasa. Chiroyli ismi. Koreyada ishong bizga qo'yamasa. Chupda. Kutasanaka. Kiraylik, ketdik. Kelini ko'raylik. Qo'yamasajon, bizda kelinni ko'rish pulli. Ko'r mana. Mana. Oshiyoy. Qani kuyovlar, qani. Voy, Qo'shmasajon, siz dollarda bering. Voy, yashang. O'tang. Koreyadagi ish nima bo'ldi? Uka hal qildingmi? Kutasanaka. Ko'tasinmas, to'xtasinizmi? Ne yig'laydi bular? Qo'yamasajon, qalin pulni bermaysizmi? Qancha? $2,000. Sanalgana? Sanalgan. Yaxshi, mayli, kech bo'lmasdan boringlar. Baxtli bo'linglar. Avval pulni berasan, keyin o'tasan. Bularda 7 yoshdan 70 yoshgacha pul so'rar ekan. Koreyada yangilik yo'qmi? Yuring, tez. Yo'q ekanda yangilik ham unda hali. Onasiga qisiring, xolasiga qisiring, artistga qisiring, otasiga. Yozga qistirang. Ulgurmayman. Ko'zingiz ko'rmi? Hay qo'yamasajon, hech xavotir olmang. Mana bizda Bavi bor. Kiyimlaringizni toza qilib yuvadi, dog'larni ketkazadi, allergiya chaqirmaydi. Aylanay sizdan $50. Kimsizlar? Kelinni ko'rish pul, otasiga qalin pul, onasiga pul, unisiga pul, eriga pul. Nima faqat sizlarda pulmi, ha? Nima bo'ldi? Eri bo'ldi. Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Hey, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqmaysizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi har 2 kunda birdan onasinikida? O'zar aka. Ha, Yangi ketmonlaringiz berib turing. hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bo'lam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim kimday. Qara bo'rga. Iltimos meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi. Aytma ertak. Qancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda? Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri bunday uxlamagandim. Nimaga uy tinch? Yoting. Uy tinch. Kelin, dadangiz aytayapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men Bavida yuvganman. Bavichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi.
ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz men dadangizga yoqmayapti. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz. Muhabbet. Men senga jonimni bergandim. Berdiz. Muhabbet. Yashang o'g'lim. Anvarjon, tanishing o'g'lim ismi Muhabbat. Uylantirmoqchimiz o'g'ilchani, faqat 7 oydan keyin. Shunga aytsak bora olasizmi? 7 oy hali ancha bor ekan, lekin zaklab bersangiz boraveramiz. Chokolad? Zakalat. Ha, zakalat. Puling bormi? 30 ming olganman zakalat. Menda 2 ming bor. Anvarjon, mana 32 ming so'mni beryapmiz. Yozib qo'yasiz, parod qilmassiz-a? Ustoz rahmat. Lekin ko'pchilik sizga o'xshatadi meni ovozimni. Lekin seni ovozing it. 7 oydan keyin menikiga to'yga Muhabbat kuychisi Anvar Sanayev keladi. Kelasan. Yosh qari. Voy gadoy boy. Anvar Sanayev rostmi? Rost. Ha qo'ysang-chi aldaysan. U kim o'san kim? Kelmaydi u. Telefon qilib. Anvar jo'ra qandaysan? Assalomu alaykum, rahmat. Men Muhabbatning otasiman de. Ha, qaysi Muhabbat? Ha, to'yga 32 ming zakat tashlab ketdim-ku. Ha. Anvar to'yga tayyorgarlik ketyaptimi-kan? Bo'pti, yaxshi tayyorlandi, bekor yurmasdan parod qilmaydi o'sha kun. Bo'pti, telefonni o'chir, qo'lim zayin tidi. Anvar! Jo'ra yaxshimisan? 32 ming zakat berganlarmiz, tanidingmi? Ha, tanidim. Anvar qara, jaydari tuxumlardan olib keldim. Buni ichib tomog'ing to'g'irla to'ygacha. Bizni to'ygacha yana kasal bo'lma, boshqanikida bo'lsang bu bizni to'yda kasal bo'lma. Ustoz, menda bitta savol bor. Shu qo'lingizni qanday ishlatasiz? Bevafo! Bevafo! Menda o'xshamayapti shu. To'ydan keyin o'xshaydi. Oson-ku mana u, nimasini o'xshata olmaysan shuni. Anvar, sen to'yga tayyorlanmaysanmi? Choyxonada o'tirishingni qara bemalol. Men aytib o'lib, kushib, pishib yuribman. 5 oy qoldi, ulgurmaysan sen bola. Zakolatni bermaslik kerak edi. Chalg'itmaylar ukalar Anvarni, ye? Bor qo'shig'ing ustida ishla Anvar. Nima qilay dada? Chal. Turg'ular o'zimman. Yot Anvar, onasini yemsin, yot. Men sen to'yga tayyorlanyapsanmi desam, uxlashingni qara Anvar. Anvar anu zaklatga bergan 32 mingdan 30 mingini berib tur. Nimaga? Hozir Mobiuzda yangi Mobi Home degan simsiz internet chiqibdi. 1,190 ming so'mga mana bunaqangi 5G Wi-Fi router beryapti. 1 yil internet vip любой joyda ishlatsang bo'ladi. Toshkent shahar, Toshkent viloyati ham sotuvda ekan hozir. Berib tur 30 mingini 2 mingini olib qol zakat sifatida. Mana 200 ming, o'zing ham, o'g'ling ham tur yo'qol. Anvar Sanayev! Atmen! Kibrakan! Qara men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svista cholma. Svista cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keldik. Dastoniy narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Ulan? Ana shu ovqatning mayini qoshingga surt, zo'r o'sadi. Yo'q-a? Ha? Sen ham surt. Yo'q-to'g'ri, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi-ya? Zo'rku. Jamila xola ishtoningizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoningizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz shiraz kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shikamalak, firuza boni. Qo'shikamalak, firuza boni. Ola o'ynab
Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi uka? Bilmasam chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarab baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda toshga qotadi. Men otayda. Qochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Aşık emelek feruza bana, saçı cemelek